kuchli ekanligini sezdi. Malika ko'p o'tmay Sulton saroyiga taklif qilindi. Malika saroyga kirgach, Assalomu alaykum. Ulug' podshohim. alaykum assalom. Ma'qul ko'rsangiz, yurtingizga 100 ta ot olib keldim. Bu otlar ota tomonidan sizga qilgan hadyalar. Sovg'alar uchun rahmatimni otangiz sovg'alar uchun rahmatimni otangizga aytib qo'yishingizni istardim. Uzoq yo'ldan kelganingizga qaraganda biron bir iltimosingiz bormi? To'g'ri topdingiz. Otam keyingi yo'ldan sizdan yordam so'radi. Ma'qul ko'rsangiz, qo'shiningizning bir qismini o'zim bilan aniq tanishlarga olib ketardim. Roziman. Faqat shartim bor. Bu qo'shinga o'g'lim Shohrux Mirzo qo'mondonlik qilsin. O'g'lingiz bo'lsa yanada yaxshiroq. Albatta, istayingiz yerda qoldirilmaydi. Kunlardan bir kuni Osmonlilar imperiyasi sultoni Boyazid Yildirim Amir Temurning saroyi va o'zi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun va sulton yurish qilganda Amir Temur yordam berish uchun Samarqandga o'z qizini elchi qilib yuboradi. Assalomu alaykum. Shuni ishlatmanglar. Va alaykum assalom. Siz uchun keltirgan armog'onlarimni qabul qilsangiz, meni shoyat xursand qilgan bo'lardingiz. Armog'onlar uchun katta rahmat. Arg'umanni qo'yingchi. Faqat shu armog'onlarni berish uchun kelmagansiz. Otam Usmoniylar imperiyasi sultoni Boyazid Yildirim yurish qilganlarida sizning yordamingizga muhtoj bo'lgan paytlarda yordamingizni ayamasangiz. Meni esa ruxsatingiz bilan shahringizni tomosha qilib chiqmoqchiman. Eshitishimcha, shahringizda tajribali tabiblar, turli hunarmandlar, olimlar hamda nodir hunarmandlar bor ekan. To'g'ri eshitdim. Endi esa Sultonshonning yakka-yagona qizi Malika keladi. Amir Temurga. Alaykum assalom. Sen kimsan? Sen kimsan? Bizning shahrimizga nima sababdan kelding? Maqsad? Sohibqiron Amir Temur siz bilan sulh tuzib yangi yerlarni bosib olmoqchiman. Bosib olingan yerlar ikki davlat shaharlari bo'ladi. Lekin bo'lsa siz bilan Samarqandda uchrashsam, Amir Temur javobingiz so'raman. Roziman. Kunlardan bir kuni Kleopatra Amir Temur saroyiga tashrif buyurdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kleopatra. Eshitishim bo'yicha sizning asrlarda minglab oshib ekan. Mening shahrim asrlarning ko'rishdan oshib. O'z maqsad Siz va shahringiz askarlarni qo'shib ko'pgina mamlakatlarni bosib olish niyatida turibsiz. roziman. Ko'ndirdingiz. Rahmat. Bo'ldimi?